Assalomu alaykum, assalamu do'stlar. Bugun mana 28-iyul 2026-yil. Havolarimiz yaxshi bo'lib turibdi mana. Juda ajoyib holatda, kunlar issiq. Bugun Xudo xolasa mana asal olish jarayonini video qilib chiqarishni niyat qildik. Bugun asal olishni birinchi asalimizni olishni boshlaymiz. Xudo xolasa diqqatlaringga yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Asal olish jarayonini bu telefonimizda prямой efir qila olmadik. Shuning uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lib qo'yishim mumkin. Ko'rayotganlar, qiziqqanlar bo'lsa yozib ketaman tagida. Asal olish jarayoni 1, asal olish jarayoni 2, 3, 4 va hokazo. Shunaqa qilib ko'rsalaring bo'ladi meni kanalimda. Mana hozir hamma narsalarni tayyorlab oldik. Medagonkamiz do'stlar. Buni olib keldik, yuvib tozalab, chiroyli qilib qo'ydik. Bu paket yashigimizga 8 ta, har ikki tomoniga 4 tadan 8 ta ramka sig'adi. Olgan asalli ramkalarimizni bunga joylaymiz. Va do'stlar, mana shu yerdan boshlaymiz. Xudo xolisa. To'rtta yo'qda yana 3-4 ta yashiklarimiz bor. O'sha yashiklardan va keyin mana bu tomonda ham mana kelinglar do'stlar, ko'rsataman. Bu tomonda ham kuchli oilalarimiz bor, 3-4 ta. 4 ta yashik ko'ringani bilan aslida bir 4 ta ya 5 ta oilasi bularni kuchli, shulardan ham olamiz. Keyin qo'shimchasiga do'stlar, mana bu yerda ham mana yashiklarimiz bor. Ularda ham kuchli oilalaridan faqat olishni boshlaymiz xudo xolasa. Bizni kuzatib boringlar do'stlar. Xudo xolasa asalni olishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo barakasini bersin. Allohu akbar. Do'stlar, duo qilib turinglar. Biz boshladik. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, bu asallarimiz paxta asallari. Mana tepadan holatini ko'ringlar ramkalar do'stlar. Mana shu holatda yig'ishgan. Xudo xolasa bir boshdan olishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim barakangni bergin. Ikkilamki mamlakat talab tashlamaydi. Sal uzoqdan ol. Asalni yeb qo'yibdi. Bor ekan. O'ziga ham qoladimi? O'ziga ham qoladimi? Mana do'stlar, holati qancha bo'lsa o'shancha olaveramiz. Buni enasini bir qarab olish kerak. Qoqib yuborilganda enaga ziyon yetib qolmaslik kerak. Lekin tuxumlash holatlari ham juda ajoyib holatda ketyapti ekan.
10 minut bo'lsa to'xtatavering. Mana enasi mana shu yerda yuribdi do'stlar. Bu ramkadagini olmay turamiz hozircha. Mana. Enasi tuxumda ekan, yaxshi. Zo'r ramkada yuribdik. Hop, endi mana bu ramkasini olib qoqib yuboramiz. Bu ramkani ko'ringlar do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. İş bittimiz kadarıyla. Böyle. Oğlum. Operator orada tabassum ham bunday Do'stlar, birinchi ramkamizni olib oldik. Bunisi mana ikkinchi ramka. Yaqindan ko'rishlaring mumkin. Asali ham to'kilib ketyapti. Ajoyib holatda. İki ramkanı aldık. Üçüncü ramkası dostlar. Ana bolacha keldi. Yelang. Ya ke. Ana asalarichilarda eng kattasi keldi hozir do'stlar. Ustozlarichilardan biri ko'rsatib qo'y. Kelin. Ana mana shu yerdan ham o'tavermadingmi? Buni ham videoga olib qo'y. Hali borsam yo'q ekansan? uyga edim. Masdan beri Yaxshi. Ha, sekin xudoga shukr. Nechta oldi? 8 ya. Ha, rahmat. Xudoga shukr. Anu, yengillatib qo'yibdi.